Savaqtaş. Mikrofon oldida Mutallib Niyoz. Bir qozonda osh tomoq yeyilgan savaqtash, o'ylig'anni yuzma-yuz deyilgan savaqtash, bir-birining o'tida kuyalgan savaqtash, bir ormonda xalqni söyalgan savaqtash. Biri katta amaldor, biri dehqon bo'lsimu, biri ajr amgakda sharaf qo'chqon bo'lsimu, biri cho'ng-cho'ng so'rinda ko'ndi mehmon bo'lsimu, navbatida bo'lib kulaligan savaqtash. Hayat degan bir sahna, unda artist hammamiz. Goh xushol biz, xopi biz, o'xshamaydi rolimiz. G'irit yerga yetmaydi goyi so'zsaq qo'limiz. Shundoq chog'da bir yerga kelaligan savaqtash. Taqdir degan ajoyib amal berar biriga, xohlaganda tuyuqsiz kasal berar biriga. Yosh va qari demasdan ajal berar biriga. Dard kelganda yo'qlashib o'taligan savaqtash.